O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 24-iyul kungi kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylar o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylar o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylar o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi.